Siz nima kamerani to'saverasiz? Zot bo'l, meni boqlaman. Bitasiz. Assalomu alaykum. Qaynonasini zo'rlagan qo'shni. O'zigimni sotishi yo'q. 500 deb yozib bering. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Qiziq TV va yana Ali Anvar. Bugun biz xalqlar do'stligidamiz. Bilasizmi kimda konserti? Ha, o'sha Millionda konserti. Juda dahshat bo'ladi. Sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xatirchaga 2 kishi. Ketdik. Samarqand bo'lsa ketdik. Zo'r, o'zgarishmi? Bo'ldi. Aka qandaysiz? Zo'r, o'zgarishmi? Chachimayapti. Kosmos zamoz qachon yakkan konsert beradi, yurardik. Berdinglar. Berdik. Qani u chiqmayapti-ku, u chiqayotgan. O'rniga solib berasiz. Adashib berasiz menga. Ha, hozir nimadir qilib qo'ydimdan hozir. Qanday qilib qo'ydim-a? Bugun chiqishlaringizda har xil obrazda qilasiz bari. Ha. O'zingizga uchun ko'nglingizga yoqqan bo'ladi-ku. Hey deb yuborgan bu yil, bu yil ja ko'nglimga ey deb javob berayotgan obrazim yo'q, chunki hech qachon qilmagan ishimni qilyapman bu yil. Nima qilyapsiz? Ha, haligi Yig'layapsiz. obrazim asir bo'lib chiqishim, qizlarda asir bo'lib. Shu. Hech qachon qilmay. Har kuni Instagramda shu-ku. O'zigimni sotishi yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Agar har bir hazil uchun soliq to'langanda million qancha soliq to'lardi yiliga? Bankrot bo'lganman. Bo'pti, agar kulgu elektr bo'lganda million jamoat Toshkent necha soat tok bilan ta'minlagan bo'lardi? Agar elektr bo'lib Toshkentni svet bilan ta'minlanayotgan bo'lsa, million bilmayman qanchalik yordam berardi. Yana qayta kelsam dunyoga tayyor bil olgan bo'lardim. Hajarni chaqirsak moshinani. Agar sizni hazillaringizga chet tildan tarjima, chet til kinolar, chet til televideniyasiga tarjima qilib bersa, subtitr qo'ysa, qaysi hazillingizga tarjima qilib bo'lmaydi? Qaysi sahnaga qo'ygan hazilingiz tarjima? Shaxs taqshir. Pasport demaysizmi? Shaxs taqsh deysiz. Agar kulgu sport turi bo'lsa, Davron Kabulov o'rniga chet tildan qaysi murabbiy kelardi? Murabbiy emas, futbolist kelardi. Xo'p, men trener jihatdan gapiryapman. Bildingizku, o'zi nima demoqchiman? David Beckham. Davron Kabulov shunday yordamchi murabbiy bo'lib ketadi. David Beckham tasavvur qil, qani assalomu alaykum millionerlar. Agar har bir hazil uchun davlat soliq solsa, sizlarda eng boy kim bo'lardi, eng kambag'al kim bo'lardi jamoat ichida? Ha, oladimi pul? Sizdan pul oladi har bir. Unday bo'lsa meto'g'ri. Yo'q. Bo'lmasin, qo'yinglar o'zi bitta shug'ullaying. 300 deb yozib bersam bo'lmaydimi? Biroz qiziqyapsiz. Bitta nolni olib tashlashsam bo'ladi. Jabrlanuvchi N.A. ismli shaxsdir. Yegormi? Assalomu alaykum. Qaydan uxlab kelyapsiz? Murojaatga kelyapsiz. Endi uxlayman konsertni ko'rasiz. Endi realni uxlayman. Ma'munaga qandaysizz? Yaxshi, Charchamayapsizmi? rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmi? Qanday? Yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat. Nima boshladinglar? Nima qilyapsiz? Siz nima kamerani to'saverasiz? Qo'rqasizmi? Kimdan? Marfaga. Mo'min aka, agar Mo'min aka futbolchi bo'lganda qaysi pozitsiyada o'ynardi? Voyda, ne, qara futbol tushunamanmi? Pozitsiya nima degani o'zi? Hujumda o'ynayman. Yo'q, futbol tushunmayman-da. Tushunaman, ko'rmayman futbol. Ha, ko'rmaysiz. Yo'q, tushunasiz. To'p biladi, ikkita stol tennisda 10 uriladi. kishi yugurib yuradi shu. Shu, qarang. Agar million jamoasi Endi futbol qilyapti. ketib qoldi. Mo'min akani hazillari elektr tokka kelayotgan bo'lsa. Voy, yomon urardi. Yomon urarmidi? Bir 5000, 6000 voltmi bilmayman, uni voltini bilmayman. Necha volt turadi? Sochga qaraganda. Mana mashinaga qarasa demanadi. Nima obraz bu? Uyquchini obrazi. Narski nimaga ikki xil? Endi siri bor. Ha, saniki deb qo'ymay hozir. Asli ismi Shahzod bo'lib, shahzoda qilish mo'shnamu trans.
Aka beraman, sirchi gap emas to'g'rimi? Hatto sansiramayapti-yu. Bo'l. Oynalar parlangan. Assalomu alaykum. Qani tushunchilyapti? Sarvarga qandaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Hamma beradigan savol bermayman. Aha. Noodatiylroq savol. Hop. Agar sizni hazillaringizni shu chet til televideniyalarga tarjima qilib, subtitr qo'yilsa, aynan Sarvar akani qaysi hazilini tarjima qilib bo'lmaydi? Ketaylik tushunmasdan o'tirishardi. Ketdi, ketaylik nima farqi bor deb o'tirishardi. Davvoy! Ketaylik bo'lib qolyapti-da. Million jamoasida eng ko'p kuladigan odam kim, lekin u hayotda jiddiy? Sahnada ko'p kuladigan, hayotda jiddiymi? Mandirman. Qarang. Juda seriyoz yurasiz. Chunki ana Mo'min akam hayotda sahnadan bir 20-30 barobar ko'proq kuladi. Agar hazillarni o'lchaydigan tarozi bo'lsa, Sarvar akani hazili necha kilo keladi? Ya siz faqat bunga hazillarni o'lchami, anusi, xronometraji, kilovatini. Sizlar boshqacha savol beray deb keldim. Ya bu xo'p bilmadim. 1-2 kilo chiqsa kerak. Ya, endi bu kamtarlik. Ya 1-2 kilo chiqadi. Sardor Mamadali jasur umr, urishib yuribdi butun umr. Qizam bor ekan, aka. Qo'yib yubormang turib bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shortingizni olib keldim. Men keldim bugun. Kattakon rahmat taklifingiz uchun. Million jamoasiga omad, oq yo'l. Мы очень за вас переживаем. Mana, axlat ketajak. U yoqda ham shart bajaramanmi? Uni shartlarini bajaraman. Jaluzi. Ha. Damasi jaluzi tashlaymiz. Orqaga nima o'tib oldingiz? Oldinda o'tirsam gaping eshitilmayapti. Mana. Romelu Lukaku degan san'atkormi?